Eng ko'p tayyorlaydigan salatlarimdan biri desam ham bo'ladi bu salat. Yaponskiy salatni bu safar boshqacha usulda tayyorlaymiz. Bodringlarni shu tarzda katta-katta to'g'rab, ozgina tuz bilan aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Shunda salatimizda bodring qisir-qisir bo'lib turadi. Endi svetofor bolgarskiylarni uzunchoq shaklda to'g'rab olamiz. Yashil, sariq, qizil rangidan ishladim. Rang-barang bo'lib chiroyli ko'rinadi salatimizda. Pomidorimizni ham ichlarini olib tashab, ortiqcha suvlar chiqib ketmasligi uchun faqatgina chetini to'g'raymiz. Qizil piyozni ingichka yubqa tarzda to'g'rab olamiz. Qora qaynatib olgan go'shtimizni yubqa parrak qilib to'g'rab uni ham solamiz. Ko'k piyozni ham kattaroq to'g'raymiz. Ukrop va kashnichni esa mayda qilib to'g'rab solamiz. Bu orada bodringlarimizni suvi chiqib tayyor bo'ldi. Ularni ham suvidan ajratib solamiz. Bir dona maydalangan sarimsoq piyoz, tuz, murch, achchiq paprika, maydalangan koriander solib, ustidan qizib turgan o'simlik yog'imizni sovuramiz. Soya solib, salatimizni yaxshilab qo'limizda aralashtirib olamiz. Qo'rib olingan oq kunjut bilan salatimiz ustini bezaymiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Albatta ushbu salatdan iftorlik va saharlik uchun tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa like bosib, ushbu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang.